Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. E'tiboringizga yangi platforma loyihamizni taqdim qilamiz va uni ishlash prinsiplari bo'yicha video yo'riqnoma tayyorlaymiz. Demak, bu loyiha Milliy antiplak akademik tekshiruv platformasi hisoblanadi. Bu asosan hujjatlarni ishonchli va tez tekshirish va AI ehtimolligi darajasini aniqlash bo'yicha ishlab chiqilgan platforma hisoblanadi. Ushbu platforma orqali ayniqsa sanoatda raqamli texnologiyalar ilmiy-texnik jurnalida maqola beruvchilar uchun biz именно ushbu platforma orqali plagiatdan, ya'ni o'xshashlik darajasini aniqlash hamda sun'iy intellekt mavjudligi holatini aniqlash uchun ro'yxatdan o'tish talablarini qo'yamiz. Demak, biz ushbu platforma orqali qanday hujjatlarni tekshirishni ko'rib chiqamiz. Demak, ushbu hujjatlarni tekshirish uchun albatta ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Sizda agar Google akkaunt bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri kirish o'sha Google orqali kirish tugmasini bossangiz ham bo'ladi. Misol uchun, sizda agar bo'lsa, u avtomatik kiradi. Ro'yxatdan alohida o'tishingiz shart emas. Demak, Google akkauntingizni tanlaysiz. Bu qulay hisoblanadi va to'g'ridan to'g'ri kiradi. Demak, tekshiruv jarayonlarini amalga oshirish uchun bizda sun'iy intellekt mavjud, lekin bizda asosan o'xshashlik tekshiruvi uchun kredit 0 turibdi. Buni sotib olishimiz kerak. O'xshashlikni tekshirish ham, sun'iy intellekt detektor yordamida ham tekshirish ham ushbu sanoatda raqamli texnologiyalar ilmiy-texnik jurnal uchun majburiy hisoblanadi va hisobotlarni taqdim qilish kerak bo'ladi. Shu uchun biz o'xshashlikni tekshirish uchun tarifni sotib olamiz. Bizda tariflar quyidagicha, ya'ni birinchi tarif start 35 minglik narxga ega ikkita tekshiruvni beradi. Bu lekin sertifikatni bermaydi. Sertifikat biz talab qilmaymiz. Xohlovchilar sertifikat agar kerak bo'ladigan bo'lsa, alohida sertifikatni sotib olishlari mumkin bo'ladi. Sun'iy intellekt bo'yicha C-detektor sonlarini ixtiyoriy belgilash mumkin bu yerda. Agarda siz sun'iy intellekt bo'yicha tekshiruv natijalarini 1 yoki 2 ta ko'rsatsangiz, avtomatik darajada narxlar jami umumiy summasi shakllanadi. Sun'iy intellekt uchun asosan 10 ming so'm bitta tekshiruv hisoblanadi. Agarda tarif bo'yicha ikkita tekshiruvga mos qabul qilmoqchi bo'lsangiz, 55 ming so'm to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta sizga oldingi plagiat tizimlariga o'xshab qimmat narxda emas, balki umumiy jami ham sun'iy intellekt ham ikkita tekshiruv, o'xshashlik tekshiruvi hammasi bo'lib 55 ming so'mni beradi. Ikkita tekshiruv jarayonlarini. Agar sizga sun'iy intellekt kerak bo'lmasa, boshqa hujjatlaringiz tekshiruv ixtiyorlari bo'ladigan bo'lsa, 35 mingda ikkita tekshiruvni o'zini tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda sun'iy intellekt holatlari bo'yicha ham tekshiruv bo'lganligi uchun ikkita sun'iy intellekt ni tanlaymiz va klik orqali to'lash tugmasiga o'tamiz. Klik orqali siz o'zingizga biriktirilgan karta raqamlarini biriktirasiz va to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, to'lovni amalga oshirganingizdan keyin hisobingizga qaytadi. To'lov amalga oshirilgandan keyin ko'rishimiz mumkin. Pul balans. C-detektor tekshiruv uchun bitta tekshiruv 10 ming so'm dedik. Ikkita tekshiruv belgilaganimizdan keyin 20 ming so'm ko'rinadi. Hamda tekshiruvlar balansida ikkita tekshiruv hujjatlarni tekshirish uchun ko'rinadi. Bu oldindan bor edi. Sertifikat uchun balansda bitta limit bor. Endi biz yangi tekshiruv bosqichlarini o'tishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkinki, har bitta tekshiruv jarayonlari alohida C-detektor uchun 10 ming so'm va bitta tekshiruv limitdan oladi. Hozircha ikkita tekshiruv limitda bor va C-detektor uchun 20 ming so'mlik balans, ikkita tekshiruv limiti mavjud. Demak, biz maqolani tekshirishni boshlaymiz. Deylik, bizda endi chiqarilgan maqolalar bor. Tabiiyki, bu chiqarilgan maqolalarni o'xshashlik darajasi yuqori bo'ladi. Sun'iy intellekt ehtimoli 50% dan yuqori bo'lmasa yetarli. Misol uchun olamiz.
Demak, 4-maqola ekan, iyun oy holatlari bo'yicha. Va ism familiyaga bitta kishini ism familiyasini kiritsangiz yetarli. Hammanikini kiritish shart emas. Demak, o'zbekchami maqola? Demak, o'zbekcha belgilaymiz va biz asosan iyun oyidagi edi. 4-maqola tekshirib ko'ramiz. Eminda shu maqola ekan, demak yuklaymiz. Tekshirishni boshlaymiz. Tekshirish jarayonlari boshlangandan keyin taxminan 15-10 daqiqa davom etadi. Agarda siz bilan bir vaqtda kimdir yuklayotgan bo'lsa, agar sizdan oldin yuklagan bo'lsa, sizda navbatda turadi. Bu qo'shimcha vaqt talab etilishi mumkin. Lekin muhimi hujjatlaringiz, tekshiruv jarayonlari yakunlanganda sifatli, qoniqarli darajada tekshirib beradi. Kutamiz jarayon yakunlanishini. Demak, tekshiruv jarayonimiz yakunlandi. Ko'rib turishingiz mumkin. Ushbu maqola endi chop etilganligi sababli originalligi past chiqmoqda. O'xshashlik 85% chiqmoqda. Buni to'liq tahlil qilib ko'ramiz. To'liq ko'rish tugmasini bossangiz natijalar qismiga o'tadi. Demak, birinchisi mana shu o'xshashlik va bizda asosan hisobot qismidan tekshirib ko'ramiz. Hisobot qismidan to'liq fayllarni yuklab olishimiz mumkin. Demak, ko'rishimiz mumkinki, hisobot sahifasida 23 ta manba topilganligi aniqlangan. Ay ehtimoli esa 44%, ay ehtimoli yuqori emas deb topilgan. Lekin o'xshashlik darajasi yuqori. 85% o'xshashlik, originalligi 15%, iqtiboslik 8.6% keltirilmoqda. Biz ko'rishimiz mumkin fragmentlar bular. Bu asosan qaysi matnlarda o'sha plagiat, o'xshashlik darajasi aniqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, sun'iy intellektga tegishli qismi matnlarni ham chiqarib beradi. Bu asosiy matndagi o'xshashliklar hisoblanadi. Sun'iy intellektga asosan qizil fragmentlar, mana bu esa ichki bazadan keltirib chiqarilgan o'xshashlik. Mana bu esa sun'iy intellekt, ya'ni qizil bilan berilgan sun'iy intellekt holati mavjudligi. To'g'riroq qilib aytganda, endi to'liq hisobotni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi hisobot yuklab olish jarayonidan oldin ko'rishimiz mumkin. Demak, asosan Sanoatda raqamli texnologiyalar ilmiy-texnik jurnalidan o'sha aynan Smart Channel qurilmasi endi ushbu maqolaning o'zi hisoblanadi. 8.5%, 8%. O'sha maqolani o'zini qayta ko'rsatilgan Index Copernicus'dan topgan, jurnal saytidan topgan, media datalaridan, GitHub'dan topgan, Smart Channel'dan full text versiyasi bo'yicha ko'rgan Harvard qatlamlarida mavjud. Endi ushbu maqolani o'zini media datalarini qayta ko'rsatmoqda va boshqa o'sha manbalarni ham ko'rishimiz mumkin. Endi bizda PDF to'liq PDF hisobotini yuklab olishimiz uchun to'liq hisobot tugmasini bosamiz. Ushbu jarayonda to'liq PDF hisobot tayyorlamaguncha kutib turish tavsiya etiladi, oynani yopmaslik tavsiya etiladi va keyinchalik PDF ni yuklab olingandan keyin to'liq hisobot bo'yicha tanishishingiz mumkin. Nafaqat fragmentlar bilan, balki o'sha PDF da highlight shaklda belgilangan matnlarni ham, asosiy faylning ustidagi matnlarning belgilangan qismini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham где-то 4-5 daqiqa boshlanishiga vaqt olishi mumkin bo'ladi. Undan ham ko'proq bo'lishi mumkin, chunki PDF hisobotlarida imенно o'sha matnlarni belgilash, fragment qismlarni tayyorlash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Demak, keyingi jarayonga o'tdi. Ya'ni PDF tayyor, endi yuklab olish jarayonlari boshlanmoqda va yuklab olindi. Endi biz ushbu PDF formatdagi hisobotni yuklab ko'rishimiz mumkin. Bu yerda nechta bazadan foydalanganligi, nechta modullardan tekshirilganligini ko'rsatadi. Ma'lumot sifatida aytishimiz kerakki, qaysi moduldan foydalangan bo'lsa, bu yerda ro'yxatini chiqaradi. Aslida bizda 20 dan ortiq modullarimiz ishlaydi, sifatli va bu
o'sha sifat darajasida maqolaning originalligini aniqlashda shaffof tizim yordamida yordam beradi. Fragment qismdan keyin PDFning asosiy fayli keltirilgan. Nima uchun biz fragmentni keltiryapmiz? Sababi ushbu fragmentlar yordamida biz maqolaning o'xshashligi mumkin bo'lgan qismini aniq o'qiy olishimiz uchun alohida fragment sifatida ko'rsatadigan qildik. Aks holda bizada tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Demak, mana yerda ko'rishingiz mumkin qaysi qismlarda highlight. Mana qizili asosan sun'iy intellekt o'xshashligi hisoblanadi. Qizil belgi. Sariq bilan belgilangani esa bu o'xshashlik hisoblanadi. Endi bu yerda ham o'xshashlik, ham sun'iy intellekt bo'lganligi uchun bitta manbani ko'rsatmoqda. Asosan o'xshashlik darajasini keltirilmoqda. Ko'rishingiz mumkin, deyarli hamma qismini o'xshashlik bilan ko'rsatilmoqda. Sabab bu maqola oldin chop etilgan. Demak, maqolani yuklab olgandan keyin hisobot xuddi mana shu hisoblanadi. Mana shu hisobotni taqdim etishingiz mumkin so'ralgan joylarga. Undan tashqari biz aytishimiz kerakki, agarda sizda o'xshashlik kelib qolgan bo'lsa, yuqori bo'lib qolgan bo'lsa va originalligi past bo'lgan bo'lsa, siz ehtimol misol uchun uni o'xshashligini kamaytirish maqsadida ustida ishlashingiz mumkin. Ikkinchi tekshiruv jarayonlaringiz bor yoki boshqa hujjatlarni ham tekshirishingiz mumkin. Ya'ni yangi tekshiruv bosganingizda bitta kredit va 10 ming so'mlik sun'iy intellekt mavjudligini ko'rishingiz mumkin. Shuni ham bilish kerak, hujjatlar qatlamiga o'tganingizda siz tekshirgan maqola imенно shu yerda turadi. Bu sizniki bo'lganligi uchun bu faqat sizga o'chirish funksiyasi qo'yilgan. Agarda aytishimiz mumkinki, sizni ma'lumotingiz kimnidir qo'liga tushgan bo'lsa, u ham tekshirgan bo'lsa va siz ham tekshirgan bo'lsangiz, bir vaqtning o'zida plagiat darajasini, mualliflik darajasi huquqini himoya qilish maqsadida biz ushbu faylni o'chirmasangiz, boshqa kishi tekshiradigan bo'lsa, plagiat sifatida ko'radi ushbu tizim avtomatik. Siz agar o'zingiz qayta tekshirmoqchi bo'lsangiz, mana hujjatlar bo'limidan imенно ushbu hujjatni topasiz, o'chirasiz, da tugmasini bosasiz. Undan keyin qayta tekshirish tavsiya etiladi. Agarda boshqa hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, o'chirish shart emas. Demak, biz ushbu platformani nafaqat foydalanuvchilar uchun, balki boshqa nima deydi, elektron jurnallar, oliy attestatsiya komissiyasiga tavsiya etilgan maqolalar chop etadigan jurnallar uchun ham tavsiya etamiz. Undan tashqari magistrlik dissertatsiyasini tekshirishingiz mumkin. Bitiruv malakaviy ish, tezis, kurs ishi, monografiya, darslik, o'quv qo'llanma, metodik qo'llanma va boshqa hisobot va boshqalar kabi jarayonlarni tekshirishingiz mumkin. Imенно sayti bor elektron jurnallar uchun kerak bo'lsa integratsiya ham qilib beramiz va yuqori sifat darajasida arzon narxlarda taklif etamiz. Balanslar bo'yicha ham oldindan tanishtirgan edim. Ko'rishingiz mumkin. Institution uchun, ya'ni maxsus takliflar uchun 8 mingga 100 ta tekshiruv, 100 ta sertifikat, bepul sertifikat ichida keltirilgan. 100 ming so'mdan boshlab sertifikatlar ichida bo'ladi, avtomatik. Sun'iy intellekt lekin alohida bo'ladi. Sun'iy intellektda agar nechta kerak bo'lsa belgilaysiz, umumiy narx, jami narxi shakllanadi. Shuni ham aytishimiz kerakki, biz bu tariflar boshlang'ich tarif hisoblanadi. Hammasi asosan standart tariflar hisoblanadi. Biz shartnoma asosida katta tashkilotlar uchun ham belgilangan, kelishilgan shaklda tariflarni ham taqdim qilamiz va ushbu tariflar asosida alohida admin login parol beriladi va ushbu tashkilotlarda integratsiya, agar saytida integratsiya kerak bo'lsa, integratsiya ham qilib beramiz. Qulay sharoit yaratib beramiz. Barchani ushbu plagiat tizimidan foydalanishni tavsiya qilamiz, chunki bizda ham arzon, ham sifat darajasi yuqori. Biz yolg'on ma'lumotlar bermaymiz. Agarda modullar bizda haqiqiy ishlasa, ro'yxatda chiqadi, aks holda chiqmaydi.
Buni real o'sha tekshiruv jarayonlarida ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz bilan hozircha, siz bilan hozircha shu ma'lumotlarni taqdim etdik. Bizda qulayliklar yuqori, imkoniyatlar yuqori. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'lasiz.